Ba'zan lo'lilar ichingda sehr yorilishga kelibdi. Tezdan oldini olmasang, yorilib ketsa, o'lasan deya vasvasaga soladi. Yoki uyingdagi sehr yorilishga kelgan. U yorilib ketsa, uyingdan bir kishi halok bo'ladi deydi. Bu shunchaki qo'rqitib, vasvasaga solib, aytgan pulini og'rintirmay olib ketish uchun aytiladi. Faqat sehr bir davrda shiddatli ta'sir qilish davriga kelgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, oy to'lganda ba'zi sehr ta'siri kuchayadi. Bunday vaqtda A'rof surasining 31-32 oyatlaridan foydalanish mumkin. Bu oyatlarni sopol idishga oq uzum suvi va zafaron bilan yozib, toza yomg'ir suvi bilan yuvib, bu suv bilan g'usl qilsa, agar unda ko'z kasalligi, ya'ni hasad, sehr jodu xastaliklari bo'lsa, daf bo'ladi. Undan ozginadan taomga solib, bemorga berish ham mumkin. Sehrning shiddatga mingan quvvati daf bo'lib yengillashadi.